bu joyda umumiy dom alisamizni ishlatib ko'ramiz. Alisa, ya doма. Biz kelishimizdan oldin ulishli asosiyamiz yonadi, kanserlarimiz ishlab turadi. Kelishimizdan oldin ko'chadagi yani asosiyamiz yonadi. Lestesamiz yonadi. Kirganimizda lestesa yonadi. Lestesa yongandan keyin zalga kiramiz. Zalga kirganimizda televizor bilan birgalikda yonadi. Buni ishlatsangiz nima? Ko'rishingiz mumkin, pardamiz ham ochiq. Kelishimiz. Xohlasangiz, har xil ssenariy qilsak bo'ladi. Umuman olganda, Alisa, включи зал. Алиса, включи лестницу. Алиса, включи люстру. Алиса, включи кухню. Алиса, включи спальню. Алиса, включи уличное освещение. Alisa, включи дачу. Dachamiz alohida. Boshqa yerda bo'lgan holatda ham boshqasiga bo'ladi. Alisa, включи розетку. Mana ko'rishimiz mumkin. Barcha ya'ni Akara brendiga mansub jihozlarimiz, ya'ni ishlar hammasi. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, endi oddiyroq qilib BYD elektr zaryadlash qurilmasini joylashtirib qo'yganmiz. Mana oddiyroq qilingan varianti bu. Stabilizator orqali, ya'ni balans stabilizatorlari orqali. Yana ko'rishimiz mumkin, professional elektromontaj o'quv stendi. Bu oddiy tashqi montaj qilib ko'rsatib o'tilgan, korrupsiya montajni ko'rsatib o'tilgan bir fazali aviar, ya'ni zaxiravlanish, taqsimlash tizimi ko'rsatib o'tilgan. Bu joyda mana bu joyda keyingi stendimiz yoritish tizimining boshqaruv stendi qilingan. Ya'ni bemalol revers yoki vaqt relilari orqali, ya'ni vichkani boshqarish, impulsli relilar qilib o'tilgan. Hop. 3 fazali, ya'ni elektr ta'minot sxemamiz ko'rsatib o'tilgan, ya'ni elektr hisoblagichlarimiz bilan birgalikda 3 fazali aviar qurilmasi ham, ya'ni mana ko'rsatib o'tilgan. Qanaqa bo'lanadi, qaysi holatda ishlatiladi, hammasi ko'rsatib o'tilgan. 3 fazali revers tip, ya'ni dvigatelimiz revers holatda ishlatish, ya'ni konsolyoy включательlar orqali boshqarish ko'rsatib o'tilgan. Bu joyda ham revers holatda boshqarsangiz ham bo'ladi, ya'ni dvigatelni bir tomonga boshqarsangiz ham bo'ladi. Faqatgina xohlasangiz shu shitovoy xonani o'zidan boshqarsangiz bo'ladi, xohlasangiz boshqa biror bir uzoqroq joydan boshqarsangiz bo'ladi. Ana endi ko'rsak bo'ladi. Mana bu yerdan boshlaymiz. Hamma brendlarni qo'yganman, hammasi mas'ul. Endi qo'ldan kelgancha qo'yishga harakat qildik. Elektromaster guruhi endi o'zimizniki. IEK asosan IEK mahsulotlari, ya'ni Rossiyaning mahsulotini ishlatganmiz. Asosan Chin Nura brendini ham, Dusel, Sensi, alohida ta'kidlab o'tish joiz. Elektro Group mana ularni ham brendini, ya'ni qo'yib o'tganmiz. Mana bu joyda stend ko'radigan bo'lsak, umuman olganda bu stendlarda o'quvchilar bemalol ishlab, praktika qilishlari mumkin. O'sha bu joyda ko'rishimiz mumkin. Sheet, ya'ni tarqatish shiti, yoritish shiti, mana bu yerda dvigatellarni boshqaruv shitlari, ya'ni joylashtirib o'tilgan. Xudo xolasa yangilik bo'ladi, ochamiz bu joyni. Kelaverasizlar. Elektromontaj bo'yicha bemalol o'quv kurslarimizni ochamiz. Rahmat, sog' bo'ling.